Yaxshi bilaman. Hech qisi yo'q kiyim nima apray. Qo'lini yerim qilma bulamda. Bo'ldi hamon tantarlarda qatnashmayman. Cho'qim qatnashmayman. Kiyimlarni o'zim apirman. Lekin bir shay qilman. Cho'qim yaxshi o'qigan bulamda. Ma'qul. Dars kitaman. Xotirjam bo'l, kiyimlarni men kechda o'zim apirman. Yalan aka. Otur. Vay. Uf. Bekirip kettim cuma. Kaçacan? En kovundum bizim tılgına. Gel. Ne yapalım? Mau şirketga bir muvaffaqsan. Anadan keyin markani emga qizish kerakdi. Bir yaxshi bir ism o'ylamoqdim. Sen bu yerda bir kalon qilib boqna. Ma'qul. Buningga cho'qim ixcham, tushunishlik, yiqimliq anglanadigan bir so'z topaylik. Endi marka degan keyin shirkatning jini bo'lib qoldi emasmi? To'g'ri deysiz. Yanada o'qigan odam boshqacha bo'ladi cuma. Men bu shu shirkat qurish jarayonida korxona qurish jarayonida o'qimaganning dardini qadamda bir tatib keldim. Asli shu vaqtida qiynalsaqmi o'qishni oxirigacha davomlashtiradigan ekan. Biz endi jahon bo'sh o'xshaydi deb quduqning ichidagi poqadak yürüyün. Şirket korxona qurishning bunday ta'siriga uqmoqda. Buningga ilm o'rganmagan bilan texim bo'lmaydi ekan. Men shu marka qonuni degan qonunning borlig'ini yaqin bilan olganda. Bopda aka, ko'nglim yerim qilma. Men mushib tushunib olganim o'zi bir cho'ng ish. Qachon men bog'la. Har qanday ishni men tayyor. Qiyinchilik bo'lsa ham yeymiz. Çoğun yerim sen bu başka, ben hatırcam emasman. Ana, işlerimizin problem yürüyüş gidiyordu. Hemmisinin tırışçılıkın aka bunu. Hey, Ras. Sen bana ileriktikler, korxona boshqarish, bozor ichish degandek kitoblarni teplasam, ertaga akşamda o'qisam bo'ladi. Ma'qul. Lekin bu sohadagi yaxshi kitoblarning hammasi xanzucha. Biz oliy maktabda o'qigandimi dars kitobimizni xanzuchda. Uyg'ur kitoblar bek oz. Foydalanib bo'lmay qolasanmi aka? Voy, fikram. Endi meni faqat qarqo'soq chiqaryapti. Endi men yezishda biroz qiynalganim bilan eg'iz tilida o'zimning ajdodimni chiqamayman. Hozirmi kechqurun bir bekor olib qolsam, xatizishni mashq qilyapman. Voy, shundami? Hayratinga barakallah aka. Bo'ldi. Meni maqtab tushiribman aka. Amalda uyush material bo'lsa izlab boqasiz. Endi hozir bilim egallanmagan bilan taraqqiy qilolmaydi. Qiyinchilikni yengilolmaydi. Ha? Sen o'g'il? Ma'qul.
Qaşarjan, O, bu kitapların hepsi xanzuç ekan-ku. ben dedim go aka. Bu saat Uyg'ur kitaplar pek az. 2 yil ilgari go karxanchilar qo'llanma safari kitap chiqibdi ekan. Ha. Men bu nomini chiq anglagan. Hali oldin qatim to'yog'im Mahmudjon degan og'inam pek kitap saqlaydigan bo'ladi. Ha. Oshpazmi surishtiq boqaymi ya? Bu shunda bir qilgan ekan. Ma'qul. Bir surishtiq boqay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom adash. Tinchlikmi? Voy, nima ish qilyapsan? O'zim ko'ryapsam va mana. Matalga suv qo'yib keldigina. Ha. Shuningli bu suv teshib ketib. Bütün kitaplarım suvda qapti. Necha vaqtdan yaqin shunda ta'sir chiqqan kitaplarım deb. İçim bek serildi juma. Qani o'tir adash, o'tir. Hey, Mahmudjon. Sen kitapni shuncha qadrlaydigan odam. Bu kitaplarning uyga kirib qo'ymay, nimaga talaga chiqib qo'ygan bo'lgan anda? Adash. Bu teshig'im ma'jib bo'lib qo'yamdim deyman. Men o'tganda Ürümçelik egentim degine anam da oldiman deb. Şunun bu asiy göl kitaplarımni o'yib qozanmay teshikka chiqib qolib qo'yapti. Ma akam bir qism kitapni qara. A Turni Saxan degan do'ppish xotonga azani setib aytgan gap degine. Qolganlarim o'sha hamda. Do'ppichi bu kitaplarni nima qilamda? Sen bilmamsan? Ana. Ma do'ppini patlaydigan qog'oz tiqid emasmi? Ha. Shuningga. Barni o'g'ri oldi. Yo'qini qaraqchi deb. Eski kitaplarım. Asiglik gaqimidingmi? Gaqildim adash. So'qishdim degina atiga. Ham bo'g'liq bo'ldi. Izg'i kelmaydi. Meningmi bexastaligimdan ketdi bu ishlar. Bu kitaplarni o'zim qadrlamasam, bular qadrlamdi. Haqiqatan absnurlik ish bo'libdi. Bo'pti adash, ko'nglingni yerim qilma. Kim to'liqlab olsang bo'ldi emasmi? To'liqlayman adash. Cho'qim to'liqlamasam bo'lmaydi. Ha, o'zingcha bir ish bilan kelganmidan? Ha. Shuma to'ydan keyin faqat kelib bo'lamidim. Shu bugun sen bilan ko'rishgach, bir kitobni seni bormikan deb izlab kelishim. Qaysi kitobni deysan? Korxonchilar qo'llanmasi degan kitob. Aras bu kitap 10 yil burun nashr qilingan degina. Ha. Bu kitobni men olgandim. Ha. Shu o'tganda do'ppichiga setilib ketgan kitobning orasida yutib ketdi. Voy, iset. Aras sen Kenetninki qiraatxonasini berib baqdingmi? Ha? Men cho'qqim o'shada o'qib qilish mumkinmi? Ajab kalam kelmabdi. To'g'ri. Hey, bu Kenetning qiraatxonasini hozir ham ichib o'tamda. Endi burunqili ochdi degan qiraatxonni. Ha. Men ancha-muncha berib turdim. Hozir shu malik dehqonlar tuzuk kitob ko'magachga oshmaydigan bo'lib qoldi. Endi shu sen Kenet kadrlardan so'rab baqsan, ichib beramiki? Ma'qul. Men akam bilan ko'rishib, shu yerga bir berib kelay. Hey, Mahmudjon. Mushtirishchanligingga sen asli oliy maktabda o'qiydiganlar bo'ladingmi? Ichimda bir achchiq qilmagan adash. Dadamni singlim ikkimizdan tang oliy maktabda o'qidim deb iqtisod yormadi. Endi men singlim uchun o'qishdan voz kechdim. Singlim hozir tibbiy universitetda shunday yosh o'qiydi-da. Ben onanda qo'shal adash. Men ahvolim demasammi, o'zim bilasan-ku. Sen akillik burchingni yaxshi ado qilding adash. Aras, hozirmi maqolani yozib turatamsan ya? Ha, men shu hozirgacha 7 parcha maqolam, bilim ko'sh, fan texnika gazeti qatorliq gazet jurnal e'lon qilindi. Ha. Yaqinda taxi yangini birini bitkizdim. Bak yaxshi bo'pti adash. Men deyman-ku,
Sen ahir bir kun tirishchanligingning mevasini ko'rsan. Maş yalğız atning çıngı chiqmas. Çıngı chiqsimi dingi chiqmas deb adash. Maş yer deganda dehqonlar tuzuk kitob o'qimagan ekan. Bunda bir fikrlashadigan, hamkorlashadigan odaming bo'lmaydi ekan adash. Shuning ba'zi vaqtida o'zimni shunda yalğızlik his qilib qolaman-chu. Unda dema adash. Qishingda men bor. Buningni kesin pat-pat yo'qlab turma. Mahmudjon. Ma kitoblarini to'liqlaydiganga men pul berib turayman. Bo'ldi adash, rahmat. O'zimniki azalchiqqinim bor degini, shuni olaman. Mush atrofimdagi yurtlarda nimish kitob ko'maydigandi? Nimishqa namoratlikdan qutulish uchun izlanmaydigandi degan xiyol doim meni azoblaydi qara. Hozir zamon taraqqi qilib ketdi. Uni o'zing obdan bilsa adash. Lekin biz taxij koni ideya, koni usul yashab kelyapmiz. Deganing to'g'ri. Bu xiyol mendami bor. Endi yurtimizda sana o'xshash odamlar ko'paygan bo'lsa, bu ishlarni o'ngishib ketadi-da. Sen go yurtni deb akang bilan cho'ng-cho'ng ishni qilyapsan adash. Endi mening xiyolim bor dedigini. Lekin shu hozirgacha bir amaliy ishni qilmayapman. Nadikida, nimish qilayotgan ishlarimiz amaliy ish bo'lmaydi deyman. Mahmudjon, Voy. bag'dagi mevlarim qurib tushibdi ekan, dar chachay degan. Darni eshitib tangshyamdim. Bosbey tangshab bo'linglar. Ma'qul. Qani Qurbanjon kiringlar birdan o'tirlar. Xo'sh, men chiqay. Sirt saqlab turay. Bo'ldi, men chiqaman juma. Ma'qul. Bo'ldi adashimsa, men bu qaytay. Ish bo'lib qolsa yana telefonlashib qilamiz. Quruq qulla. Yo'q adash, ish bo'lmaydi. Men qaytib berdim juma. Mamzun olsa. Ish bo'lib qolsam telefonni. Ma'qul. Bo'ldi, turib qol adash bo'ldi. Yoqay. Ma'qul. Ma'qul. Ne vasıflar kaçan kasap koyunca. Assalomu alaykum Osman aka. Ha, nima ish? Birdan kitob ko'radigan to'shni ichib biraman. Meni ishim aldirash, meni avar qilmanglar. Shunda qiling Osman aka. İchib biraman Osman aka, ichib biraman qilmay. Assalomu alaykum ukalar. Va alaykum assalom. Osman kanlar qiraatxonada ichpamidimi? Ha, birdan kitob ko'rildi desak, ishim bor deb ichib bermay ketdi. Şu adam iç bir kitiverse biz okup itip koysak bulut değil mi? Mening o'qib bo'lmagan kitoblarim bor edi. Osman kanlar to'g'ri qilmabdi. Şu anlasın mı? Men uning o'ziga deb qo'yay. Buguncha ishini qilib turinglar. Ha? Rahmet Osmanca. Ma ichki qopda makni sep qo'ying. Voy, unda qilmasanglar bo'ladi. Voy, elanglar. Ma'qul, rahmat demsa. Ma'qul. Rahmat demsa. Ish o'z izdasizlar, ha? Bo'ldi. Ma'qul. Ha, ma'qul. Ma iqdim berem nima ya qarisdim ma? Ha, mana. Ha, mana. Elang. Assalomu alaykum Bekrika. Voy, va alaykum assalom. Qaysa javobdan tuding chiqliqma? Muborak bo'lsin aka. Do'kon qilyapsan mana. Muboraklikdek nimiz bor edi, kichkina ish qilib. Ha.
Oturupla gazetecilik qilib qapsın ha? Vay ukam, ay xel chiqarachangning ishi bo'lmamda degini. Pul topmasang bo'lmaydi deb yomonlab anasining ketdi. Shun ashni ekilib ag'ichi menda yolg'andim bo'lsin. Taq qilib turdim. Ha, bo'pti. Sodan yaxshida? Endi shu yo'lning bo'yida turgan tushliq asraq bir ish bor endi. O'zing bilsa, mengo manda bir kichik pach-parat ishni qildigan odam emas. Akanga o'xshash cho'ng-cho'ng ishlarni qiladigan, manda cho'ng-cho'ng binolarni soldigan ishlar bizning qo'limizdan keladi. Lekin pul yo'q. Pul. Tirishsang onu bo'pqala aka. Gazet chaqa gazet. Voy. Tami yo'qkan qudan. Tami yo'qshi, mizlik. O'z qo'lim bilan qo'rg'on tursam. Shunga vaqo ukam 1 kilo setib o'g'cha, 1 kiloni uzamchi qo'limdigina. Ha? Kep qapsang bu yoqqa. Senang cho'qim bir ishing bor. Bo'lmasa, meni izlab kelmaysa, ya bo'lmasa men gazir chaqin kelib keldim ya. Chiqaver, sen pullanmayman. Voy, yo'q aka. Ha, yo'lda bunda o'tib qolgan. Qarsam, ne bir kitoblarim bor ekan. Nima kitob ko'rib baqay deb kelishim. Yo, hazrat ukam. To'xa dangal tushaydi, echki jangal deb sen oliy maktabda 5 yil kitob o'qib, yana to'ymabsizligina. Qiziq gapildi ekansan aka. Bu kitoblar o'xshamaydi-da. Ha. Bo'pti. Kura baqa. Ta'lingiz chiqib qoldi. Hey? Sen bir uyangda bir atal kitap saqlaydiganmi odam emas. Sen bu kitoblarni nereden topqansan? Ya ukam, sen men unchilarmi savodsiz ko'rmayman. Men bag'i uyda bag'i, shu bir kun kech yo'g'ish televizion ko'rmayman. Ala kunjular, mungjular, başdan ağır ko'rib bo'ldim. Naning kinosida bo'lqa? Kriyaning kinosi, Kriyaning kinosi. Ya aka, o Keriya degan men xotinning bir noyasining ismi. Koreyada. Ashtaraq ish qilib shu. Men bag'kam. Mush hikoya aytib turadigan bo'lsa, kun kech anglayman. Lekin men kitob, bir xat o'qib turadigan ishlarsa, faqat xusham yo'q, faqat. Mana. Şunu deyman emasmi bu kitoblarni nereden topding deb? Ukam, buni nereden topqini bilan nening karing deyman. Sizga bir kim saqchilik qilyaptim ya. Buni mush gazirni yo'gib sotaman demisam, bu quruq qog'ozmi bu shu? Bo'pti aka, xapomliq ne bo'ldi? Voy, men xapomda ukam. Men izlagan kitobdan ikki poch bor ekan. Vaqtli rahmat aka. Voy, to'xta. Beklar. Keyin qarab baqa bosqanchi pul ekan. Voy, bu muqovisi kendine jitibdi. Bahasını ko'rganmidi buni? Beklar. Mana jitibdi. Voy. Bu rast bahası yo'q-ku, bundan jitib. Bu bahası yo'q kitobni boshqa dem bo'lsa, hargiz sotmaydim. Bo'pti. Sana beray. Mush kitobni tanlig'idan qaraganda bu cho'qim arzon kitob emas. Shunga ukam, bu kitobni mush gazirning naqdini beraysan, ha? Bu kitobni gazirning naqd qanday sotsa aka endi? Voy, satsam bo'ldi-ku. Gazirning bahasi 20 koy. Men kitobni jinglayman, 30 koydilib berman. Mana. Qara. 800 gram. 800 gram bo'lsa qancha pul ketdi bunda? 24 koy. Ay, mana unda az olmaydi o. 24 koy shu. Ha, bo'pti. 25 koyilib beray bo'ldi. Peki. Oy, paç. Paç blok man 30 koy. Atdı. 30 koy. Men qaytirgan 5 koy yo'q debdi. Peki. 5 koy gazri yürütü. Voy aka bu Voy, abiyatun müzlikinde tutun ukam. Estağfurullah. Voy aka bu gazri men qanday chiqdimi? Ay, yo'lda bag'icha chiq tugit isteyman. İşte uyda oturib, televizor ko'rgichi, uyda kunlar chiqaryapman buni. Qancha çok ketdi? 5 4. Bir so'z bo'ldiklar. Ma'qul ukam. Aka, manda qilaylik. Ma kitoblarni menga bergin. Men sana ma gazdir qachilaydiganga sul yo'q xalta aka berakanda. Avval ash xaltangni bekla, undan keyin bir nima gap bor. Kitoblarni jititmay turamiz, juma. Jititma, hozir kelma. Qo'y. Ta. Deganda bu so'dimi hali? Qamishib qoldi, ha?
Mahmudjon. Oldin qatim akam qurmoqchi bo'lgan shirkatga ism o'ylashadigan bir ishini sen maslahat solaman deb unutib qoptiman. Menga o'ylashdim. Lekin tozi muvofiqsin deb qolmadim. Sen o'ylash baqa? Ma'qul. Men bir necha ismni senga day. Arsidan bir yarab qolsa, shuni tanlab ishiltasa. Ma'qul. Hey. Nda qarsam kayfiyatim toz yaxshi emas ya. Shu xotin yomonlab onasini ketdi emasmi? Nima ish qilmdi? Ma 5000 ko'y pul vat edigina. Ha. Ma yo'qolgan kitoblarimni biray qurbi to'liqlab qo'ya olay desam, pechini biray to'kin ochdan turib oldi. Shundan ola achchig'im naydan keldi. Bir destek bir pulini olgandi. Ma ishim bo'lmabdi adash. Ayoling ya oltin deb demabdi. Ya kiyim-kechak kiyma demabdi. Endi shu dukanchi pul topsam debdi. Buni o'ylag'im xato emas-ku. Lekin ma ayol kishi qo'l tekizigini bo'lmabdi juma adash. Adash, men deganingga to'g'ri aqra. Endi men eri bo'lgandan keyin mening gapimni anglash kerak-da. To'g'rimi? Bu pullarni men hozir ishitib tursam, tugun tip akirpasam bo'ldi emasmi? Adash, ma ayol kishi degan ma ko'z oldin bekroq o'ylaydi. Hey, bu necha vaqtdan beri ma'lum do'qmishini setayotdi-ku. Shu necha vaqtdan yoqi, shu ma'lum do'qmish setib yurgandi. Endi do'kon ijara oldim deb. Men pul yurib turay desam, unmaysa. Ana mushunda bo'ladi shu. Qarz qilmay deb o'ylagandim adash. Kim bildi? Buni bunday ajoyib qildig'ini. Kitoblarimni biray qurbi to'liqlab olsam, o'yliq yana bir ig'iz uy silib, kentliklarga haqsiz qiraqan ichmagan bo'lsam, ozroq bo'lsin bu kitob o'qiganlar jiqlisa, ham sharoitim yarvagan bo'lsa, mosh yezniki bozorning ichiga yana bir qiraqan ichish orzuyim bor. Bu orzuyingni cho'qim amalga oshadi adash. Biz sen qo'limizdan kelishcha yordam qilamiz. Lekin ayolingni ikkovingni ishni qiljima. Meningcha olganda fikrim, Mahmudjonning qilgan ishi to'g'ri bo'lmabdi. Qana deysa? Avval tam, andin kalam deydigan gap bor fikrim. Er kishi var-ku, meyli nima ishlik qilsin, halaldan pul tepib, xotin bolasini beqib, uningdan oshqiniga andin o'zining qiziqdig'ini qilish kerak. Ha? Bu yezi deganda kechgacha kitob qarab o'ltasi qo'saq to'ymaydi. Ey, aka. Mahmudjon bir kitob olaman deb xotin bolalarni tashlab qo'ygan yeri yo'q. Bunchalik mas'uliyatni umi biladi. Ma shu uzun yil yiqqan kitoblarga chidamay, tuqqanlarining g'amini yeb shunda qilyotdi. Amaliyotda va u jiroqni ko'zlayotdi. Ma odam deganda ancha-muncha nishon, g'oyib bo'lish kerak-da. Endi qo'saq to'ysli hisobma. Ya fikrim. Men mavu bir kitob o'qishni xato demadim. Ha? Sen to'y qilib o'y tutib bakmagandan men bilmaysan. Eng avval men qo'saqning g'amini qilamiz fikrim. Uningdan keyin boshqana. Sen og'inangga deb qo'y. Pulni anda buzib kechib yumusin. Xotin bolasi vaqtida yandirib kelsin. Obdan cho'kini kafka. Kitob deganni var-ku, keyin pul topganda yig'asin bo'ladigan nima bor. Shundami yadida? Men bir og'inamga yordam qilaman desam, ne degapni qiladi ekan? Ha, men qarturk dehqon, anda ishni qadin uqmayman emasman. Da'vatni gapini menang. Bo'ldi, talashmanglar bolarim. Bu er xotin ishida bir qarasa ikkilisining to'g'ri ekan. Lekin cho'qim birisiga yo'l qo'yish kerak. Meningcha bo'lsa, ayol kishi ig'ir-besig'roq bo'lib, erning to'g'ri orzu havasini qo'llashi, madad berish kerak. Biz akam bilan nasihatlashib, uning qilayotgan ishini qo'limizdan kelishicha qo'llaylik. Rahmat dada. Aka.
Mening yiliqi Mahmudjon degan og'inam ozroq ko'ngilsizlik uchrab qolibdi ekan. Shuna bir yordam qilib qo'ygan bo'ldi. U qanday ko'ngilsizlik uchrabdi? 10 necha yildan beri yemay, ichmay yiqqan kitoblarni suv esib ketibdi. Alloh. Bu kitoblarni to'liqlayman deb ayolning yig'ib qo'ygan 5000 pulini so'rabdi ekan. Ayoli bag'lanmabdi. Shuning bilan ikkisi urushib qilib, ayol onasining uyiga yomonlab ketibdi. Mahmudjonning hozir ro'y kayfiyat faqat yaxshi emas aka. Sen bizni pul chiqarib, ash kitoblarni to'liqlashga yordam qilaylik demoqchiman. Boshda men shunday o'ylagan. Lekin Mahmudjon bek g'ururliq bola. U uni unutmayotdi. Men pul berib turay desam unutmayotdi. Mahmudjonning qo'lidan bir ish kelamdi. Yoki uni o'rganganmi? Voy, bir ish deysan aka, bir qancha xil ishlar keladi. Masalan, remontchilik demsan, boqmachilik demsan, mevalik daraxtlarni ulash demsan, shuning o'xshash nurg'un ishlarni qila oladi. Hatto fan texnikaga oid ba'zi maqolalarni yozib, gazet jurnallarda e'lon qilyotdi. Rost gapni qilsam, Mahmudjon bir ko'milib qolgan ixtisos egasi uchun. Undaq bo'lsa, uning qo'lidan xili jiqish kerak. Shuncha ishni qila olgan odam ash iqtidorini ish qilib, pul topsa yoki igilik tiklasa olmamdi. Shu bilimlarga tayinib, ancha-muncha qo'lim qo'shnilarning ishini qilib berib, pul deb xajlayotdi. O'zi bek tatinchoq bola. Yanchiqda mablag' yo'q. Shu cho'ng ishni qilolmaydi. Maqsadingni tushundim uka. Navada biz kelgusida shirkat yoki zavod qurib qolsak, bizga toza lozim bo'ladigan bola ekan. Biz uni qo'limizdan kelishicha qo'llaylik. Qanday qo'llash to'g'riliq, o'zing bir nimada. Menda chataq yo'q. Ma'qul. Rahmat aka. Unda o'z men uning bilan yana bir ko'rishay. Bu qiroatxona masalasi kelsak uka. Men bu ishni kent mas'ullariga inkos qilsam, ular ortiq ishga aralashding deb qolamdiki deb, men bu gapni ularga demagan. Endi bunda qarab baqsam, bu bizga ham kentimizdagilarning manfaatiga taqishadigan muhim ish ekan. Bunda ahvolda men ko'z yumbasam, toz qamlashmagadek. To'g'ri. Shu banada bu qiroatxonamiz tartibsizlanib qolsa ajab emas. Mush ish to'g'riliq kent mas'ullari bilan ikkimiz bir ko'rish baqsa qopti ekan. Shunda qilaylik aka. Juray. Hozirlik berib kelaylik. Sizlar inkos qilgan bu masalaga mening ko'ngil bilinmaginim rost. Bu savollik bizda Qayimjon. Siz sekretar bo'lganmi uzun bo'lmadi. Buni to'g'ri tushunamiz. Men shu qiroatxonadagi kitob materiallar ziyon uchirmasa, qiroatxonami o'z qarorida ochilsa, dehqonlarning kitob o'qish qizg'inligini oshirsak, shu dehqonlarimizningki safosini yuqori ko'tarishga foydasi bo'lamdikan deb men bu ishni degandim. Bu gapni deganingiz pek yaxshi bo'ldi. Yezi deganda etsiriqning shiridan bo'lib ketib, mana mo'yimishlarni unutib qoladi ekanmiz. Uning ustiga Osmon degan qiroatxona qaraydigan odam hammaga ma'qul deydigan, lekin ma'qulga amal qilmaydigan odam ekan. Eng muhimi kitob o'qimaydi. Shunda. Necha vaqtdan beri kentning muhim ishlari, dehqonlarning turmushidan bo'lib ketib, ma'ashqa biz raskomlar bo'lib bo'lolmadik. Osmon aximmo keldi o'g'ay. Chiqib qiroatxonni bir ko'rib boqayli. Ma'qul. Chiqib. Osmon axim sizlar ishini qilaveringlar. Biz o'zimiz taqib o'tamiz. Ma'qul, sekretar ma'qul. Mana qarang. Bu kitoblar hiç bağlılık turibdi mana. Shuni demamsiz Qayimjon.
Hökumət nurgun məbləğ ajırtıb, nəşr qıldırıb, haqsız əkeldirген kitap emasmı? Bularning hammasi Sharq Shamli qurilishtir bo'yicha nashr qilingan kitobkan. Siz aytgandek, partiya hukumat dehqonlarning madaniyat safosini yuqori ko'tarish uchun yilda turkumlab kitob jurnal nashr qildirib, asos qatlam vatib beryapti. Lekin biz-chi texe bundan hech qanday foydalanmayapmiz. Menimcha bu qiraatxonaning rolini joriy qiladigan vaqt keldi. Aslında To'g'ri deysiz Ahmadjon. Biz darhol tadbir qo'llanib, kam kitoblarni to'liqlab, dehqonlarning kitob o'qishga, bo'sh vaqtlarni ma'nili, ahamiyatli ishlarga sarf qilishga rag'batlantiraylik. Men yuqori aloqalashib, dehqonlarga amaliy naf beradigan, ular qabul qila oladigan dehqonchilik, boqmachilik, bog'vanchilikka oid yo'q kitobni bir turkumga keltirdik. Bu nəhayət yaxşı gəp oldu Ahmadjon. Sizə rəhmət. Qeyimcan, sizə mi rəhmət? Bunun degan shunday yaxshi foydali takliflarınız bo'lsa, bizga maslahat berib turing. Albatta sekretar, albatta. Faqat maslahatlar emas, amaliy harakat bilan qo'llayman. Voy. Va alaykum assalom. Mahmudjon adash obdan tudingmi? Ha, mimi yaxshi. Ha, demi xush xabar ekan bu. Pah, adash muborak bo'lsin. Ha? Ha, Urumchiga yig'inga boram ekansan? Ha? Bek yaxshi bo'pti adash, bek yaxshi bo'pti. Ha? Men sana nima degan? Qilgan ishingning oxir mevasini ko'rsat deganmi, demaganmi? Ha? Ha. Bo'ladi. Men seni Raurs bir mehmon qilib, Urumchiga uzam yo'lga sepib qo'ymayman. Ayt bo'ldi, siz qilmag'ina adash bo'ldi. Ma'qul. Amsa hozircha xo'sh. Hamda kechdan bir aloqa qilchayamsa. Ma'qul, xo'sh. Mahmudjon Urumchiga boramdik-a? Ha, aka. Uning yozgan bir poch maqolasi. Ha. Ikkinchi darajalik mukofotga erishibdi. Ha. O shu xo'shalligida men telefon uribdi. Do'stimning bu xo'shallik uchun nimabek qo'shib ketib borma aka. Amaliyatingni ifodala. Haqiqiy do'st degan mana mushundaq vaqtda beriladi. Ma'qul aka. Ey, Qaysarjon. O. Kallamga manda bir o'y kelyapti. Mahmudjonni kentimizning qiraatxonasiga mas'ul qilish to'g'riliq Yasin sekretar bilan bir paranglish baqaymi ya? Ajab yaxshi gap qilding aka. Ajab yaxshi gap qilding. Bo'z shundaq beqig'ina. Hey? Aka. Ha. Lekin Mahmudjon yo kanatning qodir emas. Uning ustiga sen mal zavodni ishga solaman deganda qilyapsan. Qanday bo'lar? To'g'ri. Bu tarafimi bor edi. Men kentkilar bilan bir paranglish baqay. Bir yo'li chiqib qola. Qandaq bo'lmasin, Mahmudjonni bir qaddi ko'tarilgidek bir ishga qo'ymasak bo'lmas. Ma'qul aka. Kasa kebab, kasa. Kebab. Ana pishib ketdi-ku. Hey, Mahmudjon. O'tganda mukofotga erishgan maqolangning mavzusi nimada? İtizden yığılgan suluy parçalardan qaytib foydalanish degan maqola adash. Buni Fan texnika jurnalining oldingi yili 6-songa besilgan. Hozir naq dehqonlar asqatadigan texnika ekan bu. Shunday qilib yig'inning chiqimlarini ko'taradigan bo'ldimi ya? Ha. Aeroplan biletimiz zakaz qilib qo'yibdi. Ha. 5000 ko'y naq pul mukofot yertga. Bek yaxshi bo'pti adash, bek yaxshi bo'pti. Shunday qilib qachonroq menga deysan? O'g'illik aytgan soat 6da adash. Unda bo'lsa o'g'illik aytgan soat 6da men uyingga boray. Shuna. Hey ras, o Osiguldan telefonlashdingmi ya? Telefon qilgan adash. O'zim qat'iy ammamatib. Shuning bilan menmi bo'ptilar deb judim.
Adaş, ma işi yang bo'lmabdi Juma. Sen uyga izlab berib, bu xo'shallik xabarni uningga da. O anglısında xo'shuludi. Adaş, raskan qilsam bor. Ma Asigulni ekilishdan eng yaxshi fursat Juma. Hamda eliqi 5000 ko'y pulni talashib yurishning o'rni qolmabdi. Shundigina. Onun ustiga qaradash. Oyolimdan buydi bo'tdi. Estağfurullah. Ma 5000 ko'y pul. Azı tushilib to'g'in. Asigulmo dukunni ichib olsin. Keyin pul topganda qaytarasiz adash. Ma puldan sen ol. Ko'nglingga rahmat adash. Hamda men biroz qarz o'g'im yo'q degina. Onun ustiga sen patları to'y qilsa, pul lozim bo'ladi. Hey. Ma tula tiriktumay. Ma oldiganligin ola. Men texi hozir to'y ishida o'ylab baqmadim. Ma pulni olmasang sen ikkinchi izlamayman Juma. Ola. Unda bo'lsa rahmat edersan. Qarzmaydi adash, takalluf qilmoqna. Aras. Men sening gapingni akamga degandim. Ha. Ma 5000 ko'y pulni akam berdi. Ha. Ma akam yaqinda zavod qurmoqchi emasmidi? Ha. Seni zavod taklif qilaman deydi texi. Keldi. Rahmat. Ola. Voy. Ben unda o'zim asqatamanmi? Albatta asqatasan-da. Ma zavod ishlash uchunmi bilimli texniklar kerak emasmi adash? Unda bo'lsa adash. Har qanday ish bo'lsa men qilaman adash. Endi shu bulto hamkorlik kooperativ qurgan vaqtida qishimdagi pul yetmay qolib, qatnashamay qolgandim adash. Adash o'tgan ishlar o'tib ketdi. Aras, akam texi ma kanatning qiraatxonasining ishni qilish uchunmi kanat masalalarini ko'rishyotdi. Bu ishmi uzoqqa hal qilgan şey va? Oshdami? Ha. Ajab yaxshi. Kelaklar. Mana. Köpçülük, bu nimişti dep qanmanglar. Neçe vaqtdan biz turli sebepler tüpeylidən kentimizin qiraatxonasidan unumli foydalana olmagaydik. Bu qatam dehqon qarindoshlarımızın kitap o'qish qizg'inligini yuqori ko'tarish va ularga qulaylik yaratib berish uchun qiraatxonamizni dehqonlar madaniyat markazining oldiga etishni qaror qildik. Bu qiraatxonaga enimiz Mahmudjonni mas'ul qildik. Qarindoshlar, bo'sh vaqtimiz bo'lsa, qirt o'ynaganning o'rniga kelib kitob o'qiylik. Ilm fan orqali o'zimizni qurollantiraylik. 5 yo'lga yurish qilaylik. Ko'pchilik bilmasliginlar mumkin. Elimiz Mahmudjonning yaqin yozgan bir parcha maqolasi avtonom rayonimiz bo'yicha 2 darajalik mukofotga erishib, kentimizga, yezimizga, shunaqla shahrimizga shon sharaf keltirdi. Bir dehqon yigitning mandaq sharafga erishmiki oson emas. Mahmudjon yezimizning, kentimizning, shunaqla barliq shahar yoshlarimizning o'rganish ulgusi. Barliq yoshlar Mahmudjonni o'lgi qilib, chorvachilik, dehqonchilik, bog'lanchilikka oid bilimlarni tirishib o'rganib, zamonga loyiq dehqon bo'lish, fan texnikaga tayinib 5 yo'lda tirishib, balduroq holliq saviyaga yetishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qaranglardan yana Mahmudjonga o'xshash yigitlarning qancha ko'p chiqsa, biz barliq kuchimiz bilan qo'llaymiz.
Qeyrindoshlar. Azizane diyorim var. Vay, kaçta deb makanim var.